Assalomu alaykum. Andijon kabutarlari klubi obunachilari, Andijon kabutarlari ishqibozlari. Bog'shamol bozoridamiz. Jiyak, tumshuq, toza ekan mana mashkatlar. To'g'ri, nima pepildimi, buni malla modalarga solinsa ishlay oladi katta. Chiroyli katta chiqarib beraveradi. Chiroyli katta ekan. Biz yaqin formatda olishimiz sababi mana shu kaptarni kalla tumshuq, jiyak, ko'zlarini kaptar sohasiga kirayotgan odam iloji boricha tushib olsin degan maqsaddan yaqin formatda olamiz. Ko'rgan odam ham maza qiladi. Shuning uchun haligi bularga nisbatan bundayroq kaptarlarni olmayapmiz, to'g'risi. Bundoq tumshuq rangi bir xil. Gap yo'q. Ahmoda jiyak, ko'z ekan, jiyak. Ko'k tumshuq. 3 million narx aytilyapti. 1400 ga berganman. Men yengil oldim. Yengil qildim. 850 berishyapti. Ahmoda. Ana biladi, 1400 ga oling ekan. Aka bitta jo'nasini 708 million. Ali Og'bo'rilardanmi bu? Ha. Odiliydan, ha? Odiliydan. Asa? Yo'q, men bo'lazo. Boshqa zotmi bu? Ashunga o'xshaydi ekanda u. Ha. Ahmodani ko'zini ko'ringlar. Kalla amir yaqin olam. benzin qo'yapti ekanda. Mana moda. $1,500. Qadimmas O'zbekiston. Ana, endi ko'rindi buni. Ko'zi ko'ringlar. Go'zal ekan bu. O'zbekiston xonadonimiz chiqaruvchi. Oldindan ko'rinishi. Horizonni yozib. Gap yo'q. Bitta moda bor ekan. Aka, mono kaptarni qanday qilganini? 2 million kammi? Bu hakkalar nech pul? Bu aka ikkovi jup. Ikkovi jup $500 deyapti. $500. $1000 deyapti. To'rasini $1000. Kalla tumshuq. Qayda beradi? Yo'q, tegma. Chiroyli gaplar ekan. Bu ishladimi ya? Yaxshi kaptarni bolasi ekan. Men endi boqyapman-da. Gap yo'q. Mono malla moda nech pul? Moda 2 million kammi? 2 million ekan. Chiroyli moda ekan, mana shu monarimi? Bunari Paypalari ham chiroyli ekan. Yo'q, jup aka, ishlashiga javob. Talab yaxshi. Go'zal ekan.
Boloni rangi chiroyli ekan, bolonisini hammasidan ko'ra. Otasi hammasini ochiq. Hammasini otasizmi? Mana moshmodani, monardi, monomodani otasi. Ham o'yam naraka ham mashina. Otasi. Ha. 5 puldan bular. 1,5 milliondan narlar. 1,5 million. Mashinalar ham chiroyli ekan, mana bular. Monar bir tovoq. Tumshuq. Mana. Haydaymi o'rtada, yani ketyapti yash. Mana mashinalar chiroyli ekan. Hayda beraman. O'rtada turganda. Bo'ldi. Qo'yaring. Bo'ldi, ochildi. Mashinalar tumshuqlari qalin ekan. Mashina bir tovoq. 12 osiya Narmoda. Bir tovoq chiqqan. chiroyli naraka emas, tumshug'i qalin. Onun ukasi nar. O'g'lo bechu-bichi. Otasi. Ya buni boshqa. Boshqa urug'mi bu? Boshqa. Ha, bu ham boshqa chiroyli kaptar ekan, figuralar. Dahshat tu ham. Bu qarang, voh, go'zal ekan kaptar. Endi sayrov kiryapti. Juvon ekan-a? Ha, xudo olsa. Bular ham 1,5 million. Tumshuqlari kalta ekan bu kaptar. Keyingi bolasi, nargi nardi. Ha. Buni tovog'i chaman manov bo'lishi kerak. Nargi nardi tovog'ichi. Ha. Ammo kaptar figurasi o'ta kuchli ekan mana shu kaptar. Oyog'i ham chiroyli ekan-a? Mana. Go'zal ekan mana shu. $500 deyilyapti bu mola. Go'zallarni olib tashlaveramiz. Chaqib ko'z mola. Anchadan beri syomka qilinmayotgan kaptarlardan chiqibdi. Mana sizlar. Chiroyli naraka mana shu. Chiroyli kaptar ekan. Ha, hamma yo'q chiroyli ekan kaptar. Mo'jiza. Kaptar tana bo'ladi. Mana modasi ekan. Haqiqiy ko'k ekan. $150 narx aytilyapti ekan. Mana kaptar. Sizlar anchadan beri olmadik. Mana chiqib qolyapti sizlar ham. Bu qora narmi, modami? Nar ekan. Eski urug'lardan ekan. Shu qora ham. Qari ham chiroyli, kallasining shakli, jiyaylari toza ekan. Yaqindan olib qo'yavering. Ha, bo'pti. Nar chiroyli ekan-a? Chiroyli. Eski zotlar. Mana sizning modasi. Akani mendan Novot moda qarzi bor. Monovi shu вообще-yu, ha? Ko'zi orib bo'pti buni. To'qishyoribdi hozir. Mana 2 so'mga deb mana shu kaptardan kelib to'qishyoribdi. Shu raza qalin ekan mana shu kaptar. Ha, bo'l. Shu qalin kaptar ekan. Shu qalin narsa o'zi chiroyli ko'rinaveradi kallalar, bo'lib? Ha. Sochlarni nech puldan? Sochlar $150. $150 ekan. Mana ham yelkasida bitta guli bor. Sochlardan bo'lar ekan-a. Tumshug'i kaltaroq modalarga urish kerak ekan-a, mana shuni. Chiroyli kaptar ekan. Mana ham
Hallari ham yiltira narsalar ekan. Yaxshi. Nima? Nech pul oldi bu? 700 mingga olinibdi mana. Nar chiroyli nar ekan. Endi paypalar o'sib bo'lsa, o'syapti-ku. O'syapti-ku, molni yoni go'shak qoldi. Chiroyli ekan. Chinni modalar. Mana mol chinni moda ham chiroyli. Chinni moda ham chiroyli ekan. Mana juda. Mana. Kalas ishlab turgan yeri. Go'zal ekan mana chinni. Nech pul bular? 1 million bo'ldi. 1 million? Juda. Jupa 1 million ekan. Yengil ekan. Yengil ekan mana shu. Ona nar, ha? Ha, nar. Odam o'zini. Beryapti. Egasi katta odam ekan. Ha. O'zlik qolib keldi. Yaxshi pulga tumshug'icha kaltaroq, boshqacha shaklroq tumshuq narlarga urish kerak ekan. Lekin chiroyli narsa. Foydasi beraveramiz. Ha. Güzel. Hop, serparlarga ham yetib keldik. 1,5 ming dollardan narx aytilyapti. Serpar jo'nalar. Ana o'rtasidagi go'zal ekan. Moda ekan. Gap yo'q ekan. Kasacho'li chiqib qolgan ekan, lekin mashkaplar nargilarga nisbatan yumsho'g'ini shakli chiroyli ekan. Serpatan chiroyli ekan. 1,5 ming dollardan narx aytilyapti. Sinardan ko'zi chiroyli. Ko'k ekan, haqiqiy ko'k ko'z ekan. Mashinalar ham chiroyli ekan, eski ro'yxat. Bol. Oladi, uchirmaysiz. Mashinalar ham chiroyli. Monar nech pul tog'a? Sho'rat aka. Monar nech pul? 3 million. Olonisichi? 2 million. Ko'ziga nima oldu? Cho'qib qo'ydimi buni ko'zini? Shamollab qopti. Mallanachi? Mallanar nech pul? 3 million deyapti. Lekin uni nar o'ta go'zaldan ekan mana buni. Qallarning shakli o'ta chiroyli. Kampar eski narsa ekan. Oqshomol bozorimiz har doimgidek avjida. YouTube'da, Telegram'da, TikTok'da, Instagram'da Andijon kabutarlar klubi desanglar o'zi adresimiz chiqadi. Obuna bo'lib qo'ysanglar, tashabbur qilamiz.